Hop, o'rtoqlar, bugun taka verixniy va blokka top 3 ta xato ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi xatoyimiz oyoqni mana bunday qo'yib olamiz. Oyoqni ichkari otamiz. Upor bo'lishi kerak. Bitta mana o'zini izgibidan bitta barmoq tashlab, shuni oshiysizlar, o'tirdinglar. Oxirigacha upor tutdinglar oyoq. Hop, ikkinchi xato. Bu tirsakni xivati. Tirsagimiz mana tekis turadi. Mana bunaqa olib tushamiz. Unaqa kerak emas. Tirsakni ichkariga qilamiz. Olib tushamiz. Uchinchi xatoyimiz slishkam orqaga yotib olamiz. To'g'ri texnikada ishlayotganingizda bu maksimal o'lchayotgan podborodokgacha ham tushadi. Dahanimizgacha. Bunaqa olib tushib tashlash kerak emas. To'g'ri qilib ushladinglar. Mana dahangacha ham tushdi. Qanot his qilishinglar kerak. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, zalga endi chiqishni boshlaydigan do'stlarga tashlab qo'ying.